Itak hammaga salom. Ancha bo'ldi video yozmaganimizga, imенно YouTube kanaliga bozor yangiliklari bo'yicha bugungi holatda bozor qanaqa, meni pozitsiyam qanaqa, qanchaga hozirgi paytda qanaqa pozitsiyalarda turibman, o'sha bo'yicha qisqacha gapirib o'taman. Eslaringizda bo'lsa, bundan oldingi videolarda juda ham ko'p narsa ko'rsatganim, bu imенно Ethereum monetasi bo'yicha edi, Telegram kanalda ham ko'rsatib borganman. Qanaqa qilib efirni sotib olganim, qancha narxda sotib olganim, qanchaga sotganim, qancha daromad qilingani, hammasi ko'rsatib borilgan. Imенно Telegram kanalda kim obuna bo'lmagan bo'lsa, Telegramga kirsanglar, hammasi qo'yilib boriladi. Takже yana bitta eng yaxshi tomoni Telegram. Besplatni juda ham ko'p yangiliklar, takже yaxshi monetalarni berib boraman. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bundan oldin ham istoriyasi ochilgan hozirgi paytda imенно Telegram istoriyasi ham bemalol ko'rib borsanglar bo'ladi. 23-noyabr kuni ZES monetasi qo'yilgan va ZES monetasidan qancha daromad qilingani, $6000 daromad qilingani. Bundan oldin eslaringizda bo'lsa, bundan oldingi videolarda ham ko'rsatib borganim, imенно Ethereum monetasi bo'yicha savdo qilayotganim va qancha daromad qilganim hammasini men ko'rsatib borganman. Imенно hammasini ko'rib borsanglar bo'ladi. Telegram kanalda takже hozirgi paytda Telegram kanalga mem coinlarni qo'shganmiz. Mem coinlarni ham ko'rsatib borganman. Uni ham xudo xolisa уже yaqin orada iloji boricha bo'lib podrobno tushuntirib o'tirishga harakat qilaman. Men o'zim hayron qoldim, shuncha narsa qo'yganmiz Telegramga, dальше qo'yib boramiz. Единственное bitta narsani hozir aytib o'taman. Kim Telegramni ko'rib borayotgan bo'lsa, o'shanga следить qilayotgan bo'lsa, har bitta сделка покупкasidan ko'rayotgan bo'lsanglar, imенно сделкani o'zi istoriya orderlarini ko'rsatib borilgan, qanchadan sotib olinib, qanchaga sotilgani hammasi ko'rsatilib borilgan. Bunaqa narsani menimcha hamma ham qo'yavermaydi. Не каждому так сделать. Ko'rayotgan bo'lsanglar, qaysi точкада buyga kirilgani va qaysi точкада sell qilingani, ya'ni sotilgani ko'rsatib berilgan. Ana endi bozorga qaytamiz, mana bu yerda сделкаlarni o'zini ko'rib chiqamiz. Bitta narsaga ahamiyat beringlar, juda ham ko'p Telegram kanallarda, YouTube'larda ko'rishlaringiz mumkin, kim qanaqa holatda targovlik qilayotganini, qancha daromad qilayotganini, masalan deylik, $1000-2000 dan misol $100,000-$200,000 ishlayotganini ko'rib borishlaringiz mumkin. Bizni sizlarga beradigan narsamiz bu yerda iloji boricha toza, halol daromad qilish. Meni ishim bu ko'pincha targovlik imенно spotini o'zida boradi. Spotidan tashqari men targovlik qilmayman. Misol futures tomonlari bor, ko'pchilik biladi, misol imенно kriptovalyutada boshqa yo'nalishlari bor. Eng направление men o'zim olganim bu spotli targovlik va P2P arbitraj. Mem coinda ham yaqin orada qo'shamiz, xudo xolasa mem coin bo'yicha ham ko'rib borishlaringiz bo'ladi yangiliklarni. Давайте kunlikka oladigan bo'lsak, mana shu kunlikda ko'rayotgan bo'lsanglar, qancha targovlik qilingani, qanchaga olib, qanchaga sotilgani, qayerda sotilgani, ko'rayotgan bo'lsanglar, bu boshlangan 2025-yil apreldan boshlangan savdolarning hammasi apreldan sotib olish boshlangan, уже ko'rayotgan bo'lsanglar, samый pik продажи bo'lgan, menda 4785-4790 bo'lgan, samый minimalka sotib olganim $1940 bo'lgan. Hozirgi paytda ko'rayotgan bo'lsanglar, oxirgi сделкаlarni oladigan bo'lsak, imенно efir monetasi bo'yicha 4 soatligiga tushamiz-da, hozirgi pozitsiyam. Bundan oldin, где-то bir haftalar oldin imенно aytib o'tganman, что $2800 bo'lganida Ethereum monetasini sotib olaman deganman. Aytganimni qilganman, o'sha ko'rayotgan bo'lsanglar, imенно $2800 dan yana $160,000 ga sotib olganman, ko'rayotgan bo'lsanglar, где-то $3000 atrofida sotdim. Nimaga? Как раз o'sha paytda ko'rayotgan bo'lsanglar, hozir уже dekabr oyi, noyabr oyi juda ham katta padение bo'ldi bozorda. Bu yerda единственное qilinadigan задача summa qo'yilishi, katta summa bo'lsin, misol o'sha 8%, 10% bo'lsa ham o'sha pulni olib chiqish. Kim uchundir bu kichkina summa tuyulishi mumkin, lekin 8-10% deylik, masalan $150,000-$200,000 da bu juda ham katta summa hisoblanadi. Достаточно menga bu katta summa. Endi kimgadir bilmadim, kimdir $1,000,000 targovlik qiladi. Aytib borishadi, misol Instagramda yoki boshqa joyda, Telegramda, lekin действительно konkretno сделкаlarni o'zi ko'rsatib berolmaydi. Bu bozor hech qachon aldab bo'lmaydi. Bozorda targovlik qilib daromad qilgan o'zini darxodini olib chiqadi, qilolmagan уже дальше minusda o'tiradi. Единственный kriptoda yana bitta eng kerakli narsa, eslaringizdan chiqarmanglar, hamma pulni o'zlaringiz uchun olib chiqa olmaysizlar bozorda. Agarda misol vaqtida sotmasanglar, уже все, то есть u narsaga uspet qilmasliklaringiz mumkin, bozor sizlarni polniy pastga olib tushib ketishi mumkin, уже polniy nolga chiqishlaringiz ham mumkin. Восстановить bo'ladimi? Восстановить bo'ladi. Qachonki bozor o'zini восстановить qilishni boshlasa, u 6 oy bo'lishi mumkin, 1 yil bo'lishi mumkin, 1,5 yil bo'lishi mumkin. То есть o'sha sotib olgan narsalaringiz уже sizlar 1 yil, 1,5 yil kutishlaringizga to'g'ri keladi. Efir bo'yicha qisqacha tushuntirib o'taman.
Единственное yana bitta narsani o'tib o'taman. Man qiladigan ishim bu kuni bilan o'tirib bozorni chizish emas. Men kuni bilan o'tirib bozorni targovlik qilmayman, kuni bilan uni analiz qilmayman. Menga kerak narsa konkretni точка выходni bilaman, qayerda sotib olish kerak, qayerda sotish kerak, o'shanga qarab o'sha 5-10%, 20% daromadimni olib chiqaman. Sredniy oladigan bo'lsak, hozir mana dekabr oyi, noyabr, oktyabr oyida har bitta oyda kamida 20%, 30% daromaddan chiqilgan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu rozda уже 10% daromadda olganman kecha $2820 qaytib yana efirga investitsiya kirgizildi. Geta yana 170 ming, 180 ming dollar atrofida investitsiya kirgizganman. No, 185 ming tachni, $185 ming уже efir o'ziga investitsiya kirgizganman. Hozirgi paytda kutayotgan narxim efir bo'yicha. Imенно efir oladigan bo'lsa, единственный sotadigan joyim tak 3100-3150 dollar atrofida. To есть mana shu o'zida ham mana shu zonani oladigan bo'lsa, mana shu zonani o'zida ham pribilli olaman bo'ldi. Agarda bozor tepaga qarab ketadigan bo'lsa, пожалуйста, mansiz ketishi mumkin. Так что shu rozda misol 10-15% daromadimni olaman и все, я ожидаю еще. Nimaga yana kutaman deyotganim sababi, chunki yanvar oyi, уже fevral-mart oylarida eng katta medvejniy rынок boshlanadi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, yana bitta limitga Ethereum bo'yicha turgani bu $2500. Hozir bitta narsani shu yerda aytib o'taman. Men Telegramga bundan oldin ham aytganman. Juda ham ko'p голосовойlar tashab qo'yganman. Kim Telegramga obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'linglar. Foydali narsalar olasizlar. Просто tak Telegramga narsa qo'yilmaydi. Telegramga aytganman, что именно efir o'zidan $1 million chiqish. Birinchi investitsiya bo'lgan summa bu $275 ming bo'lgan. Telegramda ko'rsanglar bo'ladi. O'shani o'zidan $200 ming pashta birga bir ko'tarib olganman. O'sha $2 ming bo'lganda sotib olib, 4700 bo'lgan paytida o'sha sotganimda o'sha sotib olganman. Hozirgi paytda именно Ethereum vложенияsi o'zi mana o'z ko'rib turgan bo'lsanglar, mana bu yerda ham limitga $2500 dan turibdi. Давайте men istoriyani ko'rsatib beraman. Ot ko'rayotgan bo'lsanglar, $2500 ga yana limitga qo'yganman. Ilgitda efir monetasi geta $143 ming ga yana limitga qo'yganman. Hozirgi paytda endi hisoblaydigan bo'lsak, именно selda hisoblaydigan bo'lsak, общий hozir sotadigan bo'lsam 203 ming, 72 ta efir monetasi bor. No. Bu sotib olgan narxlarim hozirgi paytda sotsam, уже men minusga chiqaman. Так что hozir bundan tashqari ham Ethereum monetalari bor. Ular уже davno sotib olib bo'lingan, уже kashalobda turibdi, unga tegilmaydi. Qachon sotiladi? Qachonki efir narxi уже 5 ming, 6 ming dollar bo'lganda уже sotish niyatim bor. Kutiladimi shuncha payt? Kutiladi. Menga uni qizig'i ham misol nima deydi, misol ajotaj bo'ladigan joy yo'q. U pul men uchun hozirgi paytda yonayotgan joy yo'q. Bu уже budishimga uzoq muddatga qilingan targovlik, qilingan investitsiya. Menga kunlik keladigan savdo bor. Bu P2P arbitraj, ko'pchilik biladi. Shu orqali bu savdo qilaman. Kunlik qilayotgan masalan daromadimdan deyli oyga qancha summa chiqsa, o'shanda yana 30-40% efir o'ziga, elida misol qolgan monetalarga kirib ketadi. Вот. Hozirgi paytda efir bo'yicha polniy kutayotgan ожиданием o'sha. Yana bitta moneta, hozir targovlik qilgan monetalarimizdan yana bittasi men o'zim targovlik qilganman, именно ZES monetasi. Hozirda ko'rib turgan bo'lsanglar, ZES monetasi уже oktyabr oyi, adashmasam, oktyabr oyida уже 70 ko'ryapmiz. Давайте ровно. Вот, именно oktyabr oyi, 1-oktyabr kuni narxi $48 bo'lgan. 1,5 oy vaqt hali o'tgani yo'q. Hozirgi paytda ko'rayotgan bo'lsanglar, narx $738 bo'lgan. Именно ZES monetasiga keladigan bo'lsak, вот mana shu yerda ham уже bir marta olib sotganman, 2 marta olib sotganman, вот ko'rayotgan bo'lsanglar buy, 3-marta hozirgi paytda buy. Mana bu yerda neto savdo bo'lgan, chunki sal kirib qolganimizni qizishib, hozirgi paytda именно ZES monetasini o'zida $30 ming vложение qilganman. Где-то sotib olaman yana bozor narxi. Endi men kutayotganim hozir $317 atrofida где-то вот mana shu точка men uchun вот именно 280-220 atrofida yana где-то 30-40 ming именно ZES monetasini o'ziga qo'yaman. Nimaga именно ZES monetasi? ZES monetasi juda ham katta investitsiyani oldi. Hozirgi paytda уже top monetalardan biri. Chunki $40 dan $700 ga chiqish bu просто tak emas. Oddiy istaydigan bo'lsak, Ethereum monetalari, BNB monetalarini hisoblaydigan bo'lsak, yillar mobaynida bunaqa summaga ko'tarilgan, birdaniga ko'tarilmagan. Yil bo'yi bitta bozor esingizdan chiqarmanglar, har bitta ko'tarilgan moneta qaytib pastga tushadi. Usiz variant yo'q. Вот o'shaning uchun tushdimi, iloji boricha bu sizlarga skidka, yana sotib olinglar. И также strategiya bilan ishlashga harakat qiling. Men именно oladigan bo'lsangiz, ZES monetasi mana shu yerda savdo qilganim, kamida 3-4 marta savdo qilgan bo'lsam,
o'sha pribilni o'zini olib olib, masalan deylik, o'sha pribil $30,000 chiqqan pribilda mana $30,000 qaytib o'ziga hozir вложение qilib qo'yganman, investitsiya qilib qo'yganman. Agar o'zini podдержка qilish uchun bozor narxi 220, 250 va 280 atrofida bo'lganda o'zini podдержка qilish uchun yana $30-40 ga sotib olaman. O'shanda menga narx sredniy to'g'ri keladi. Geta $500 dan sotib olganim emas, $400-450 dan sotib olganim menga to'g'ri keladi. Agarda bozor narxi yana $600-700 ga ko'tarilsa, уже это для меня плюс. Вот. Ana endi ko'rayotgan bo'lsanglar, именно efir monetasi hozirgi paytda именно вложение bo'yicha oladigan bo'lsa, efir monetasi geta $500,000 hozirgi soстояние. Уже $1 million ga qachon chiqamiz? Qachon chiqqan paytimizda kuzatishda davom etsanglar, xudo xolasa uni ham qo'yib boraman. Именно YouTube kanaliga qo'yib boriladi. Bu YouTube'da hozir qo'yib borayotgan narsam, bu meni мнением. Menga juda ham qiziq, juda ham ko'pchiliklarga hozirgi paytda yordam berish. Juda ham ko'pchilik so'raydi hozirgi paytda qanaqa pozitsiyada men turganim, nima sotib olishni bilmaydi. Qanaqadir monetalar berganman. O'sha monetalar bo'yicha juda ham ko'pchilik sotib olgan o'ziga, hozirgi paytda minusda turibdi. Savol tug'ilishi mumkin, ularda qachon bu plyusga chiqadi. Bozor shunaqa narsa. Bozorda bugun kirdinglarmi? Именно kripto bozoriga bugun kirgan bo'lsanglar, именно spot targovlarda targovlik qilmoqchi bo'lsanglar, undan qo'rqish kerak emas. Prosatka bo'ladi. Deylik 20%, 30%, 50%, 70% prosatka bo'ladi. Это нормально. Bozor qanchalik pastga prosatka bersa, shundan keyin 2 barobar kerak bo'lsa, undan ham tepa narxni ko'rishlaringiz mumkin, 2-3 barobar. Bu bor narsa, bu analizda va praktikada bo'lgan narsa. O'shaning uchun hech qachon iloji boricha shoshib, minus bo'lgan joyda sotib bozordan chiqmanglar. O'shaning uchun sabr единственный eng kerakli bo'ladigan narsa bozorda bu sabr. Xo'p, efirga keladigan bo'lsak, tushuncha qilib hammasini tushuntirib o'tdim. Mex birjasiga o'tamizda, Mex birjasi ham juda ham ko'p monetalar hozirgi paytda olib qo'yganman, почти prosatkada turibdi. Давайте кошелокni ko'ramiz. Bugungi kundagi prosatka $13,000. Geta $17,000 $17,000 где-то $23,000 gacha ko'targanman. No, o't bozordagi oxirgi prosatkadan keyin уже mana hozir ZES monetasi bu yerda ham olib qo'yganman. Geta $10,000lik prosatkada mana именно ZES monetasi turibdi. Buni podдержка qilish uchun yana olishim kerak. Dash monetasi именно bizga qiziq bo'lgan moneta. Mana shu monetani hozir ko'rib chiqamiz. Bu monetani men Telegram kanaliga ham berganman. Именно kim sotib olmoqchi bo'lsa, hozirgi paytda eng zo'r narx sotib olsanglar bo'ladi. No где-то yana kutilayotgan narxi где-то 0.09, 0.009 bo'lishi mumkin, но это вряд ли. Вот, давайте qaytamiz 15 minutlik, давайте 4 часовой 4 soatlik oladigan bo'lsak, o't ko'rib turibsizlar. Bundan oldin ham bu monetani men berganman. Yaqinda men bu monetada qancha daromad qilinganini ham ko'rsatib berganman. Именно qanchadan sotib, qanchadan chiqqanimni hammasini ko'rsatib berganman. Olingan birinchi narxi 0.18 bo'lgan, 0.27 bo'lganida bu nimagadir Mex birjasi sotib olingan va sotilgan narxini ko'rsatilmay ekan. Давайте зайдем уже туда тогда. Открытая позиция. Pozitsiyalarning hammasi hozir 5 ni minusda. Minusni ham ko'rsatish kerak. Вот, как по-мужскому. Ko'rayotgan bo'lsanglar 50%, 50%, 40%, 39% и 89%. Красавчик. Ну, 89% bu yerda o'zi normal summa yo'q, aytib bir $10-20 bo'lgan summa. Ana endi oladigan bo'lsak, hozirgi paytda prosatkani ko'rib turgan bo'lsanglar, bular ko'pchilik buning ichida hozirgi turgan narsa bu altcoin. Bundan tashqari ham yana altcoinlar bor. Men bundan oldin ham Instagramga aytib o'tganman, что именно altcoinda bugungi kunda $236,000 именно altcoinlarning o'zida minus bo'lganini men tushuntirib ko'rsatib o'tganman. Juda ham ko'pchilik o'sha paytda aka vaqt keladi, hali ko'tariladi deyishgandi. No, ko'tariladi. Menga uni qizig'i yo'q, chunki altcoinlarning summasini вообще вложениесini oladigan bo'lsa, именно efir o'zidan chiqarib olganman, faqat u men uchun nolda turibdi. Ko'tarilsa sotiladi, ko'tarilmasa turgan joyda turadi. No, xohlaysizlarmi, xohlamaysizlarmi, bozor o'zini восстановить qiladi. Ko'rsatgan narxidan kerak bo'lsa 3-4 barobar katta narxda beradi. Tak, Mex birjasiga meni maqsadim nima? Среднее вложение bu yerda bo'lgan где-то $16,000. Общий summani 1 yil ichida $100,000 ga ko'tarish. Общий summani 1 yil ichida $100,000 ga ko'tarish bo'ladimi, bo'lmaydimi? Kuzatib borsanglar, xudo xolasa uni ham ko'rsatib beraman. Konkretно, откровенно, qayerda minus, qayerda plus, полный spot торговли, hammasi ko'rsatib boriladi. Kimga qiziq bo'lsa, обязательно obuna bo'lib qo'yinglar, o'zingiz uchun qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yinglar. Har bitta video chiqqanda ko'rib borsanglar bo'ladi. Men o'zimning fikrimni aytib o'taman. Ana endi ko'rayotgan bo'lsanglar, Ster monetasi bo'yicha yana sotib olganman. 0.18 dan ikkinchi marta kirganman savdoga. Bu Histix birjasida menimcha u moneta turibdi menda. Tak.
Aha. Давайте стоп. Вот. Kiradigan bo'lsak, da. Ko'rayotgan bo'lsanglar, именно HTX monetasi sotib olganman, вот. Пока bu ham prosatkada turibdi. Fartcoin, естественно, почти bu monetalarning hammasi уже prosatkada turibdi. Пока ждем, как говорится, да. Kutamiz, o'zi vassanayt qolsa, уже xudo xolasa, mana shu yerda ham o'zi HTX monetasini o'zi ham kamida o'zi $120 ming prosatkada turibmiz. Minusda $120 ming. Bitta narsa, qanaqa чувствовать qilasiz o'zingizni minus bo'lgan paytingizda. Men o'zim uchun mana o'zimdan kelib chiqqan holatda aytaman. Bu sohaga kirganimda где-то $5 ming, $10 ming, $15 ming, $20 ming bilan targ'ibot qilib yurgan paytlarim to'g'risi juda ham ajiotaj kuchli bo'lgan. Ko'rganman, ozgina minusni ko'rib tez sotib o'rganman. Hamma pulimni yo'qotmasligim uchun sotganimdan sirazi ko'tarilib ketgan bozor. Shunaqa holat juda ham ko'p bo'lgan. O'sha narsani qaytarmaslik uchun vaqt o'tib, har bitta narsa opit, vaqt o'tgan sari bozor o'rgangandan keyin, opit kuchaygandan keyin bemalol ko'rib borsanglar bo'ladi. O'shaning uchun bugungi kunda meni strategiyam qanaqa? 3 xil variant. Qisqa muddat, uzoq muddat, bu har kunlik daromad. Menda bugungi kunda oladigan bo'lsak, har kunlik daromad bu P2P arbitraj. P2P arbitraj o'zida yaxshi daromad olib kelib beradi bugungi kunda. Ikkinchisidan oladigan bo'lsak, qisqa muddatda qanaqa? Именно redga oladigan bo'lsak, Ethereumda, altcoinlarda, bir ikkita yaxshi altcoinlarda o'shalarni olib 5-10% bo'lganda ularni sotish. Bugungi kunda oladigan bo'lsak, yana bir bor aytaman. Instagramga Reels qo'yganimda, agarda sizni bugungi kundagi biznesingiz 15% toza daromad olib kelib bersa, men tayyorman investitsiya qilishga deganman, lekin juda ham ko'pchilik aytganki, aka bugungi kunda bir oyda bitta biznes 3% daromad olib kelib bersa, aka bu zo'r deyishgan. Juda ham ko'pchilik aytgan bu narsani, men kommentarlarni o'qib chiqib ketganman. No, как доказательство men ko'rsatib beraman. Именно bozor o'zida summa bo'lsa, opit bo'lsa, spokойно oyiga 10% bemalol bozordan olib chiqsanglar bo'ladi. Spokойно. Xod padeniya bozorda, xod rost bozorda. Вот konkretniy hozirgi paytda menga ko'rsatib beringlar, kim ochiqcha sizlarga ko'rsatib beradi именно targovlik qilish bo'yicha. Bugungi kunda oladigan bo'lsa, именно YouTube'da ham, Telegramda ham, Instagramda ham bizda reklama degan narsa yo'q. Hech narsani reklama qilmayman, u narsa bilan hech narsani yurg'izmayman. Единственное sizlarga yordam tegishi uchun bemalol Telegramga obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ladi, o'zlaringiz uchun поддержка, вот meni fikrimni bilib borsanglar bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa bu narsa. Kim targovlik qilmoqchi bo'lsa, kim bugungi kunda kriptovalyutaga kirmoqchi bo'lsa, sizlarga foydasi tegadi. И также ko'rayotgan bo'lsanglar, yangilik chiqdi 2026-yil 1-yanvardan boshlab O'zbekistonda bemalol stel bitcoinlar bilan bemalol targovlik qilsa bo'ladi. O'shalar bilan kafeynida, bozorda, terminal orqali, kompaniya orqali to'lov qilsanglar bo'ladi. USDC и так далее. O'shalar orqali targovlik qilsanglar bo'ladi. Xohlaysizlarmi, xohlamaysizlarmi, kripto уже kirib kelaveradi. Kimdir bugungi kunda o'sha narsani bilishi mumkin, что это лохотрон deb bilishi mumkin. Kimdir esa bugungi kunda bu narsaga normal уже состояниеga уже qaraydi-da, уже o'zini budishisini shu orqali qiladi. Sizlar bugun kirmasanglar, erta-indin 2-3 yil oldin kirishlaringiz mumkin. No. Birinchi kirgan bo'lsa, по-любому o'sha doim plyusda bo'ladi. Любой bitta направленияda. Bugun quruvchi bo'lsangiz ham, taksist bo'lsangiz ham, qassob bo'lsangiz ham, opit sizda ko'proq bo'ladi. Sizni oldingizga kelgan novichok, o'quvchi birdaniga zo'r bo'lib ketmaydi. O'sha narsani esdan chiqarmanglar. Вот o'sha narsaga обязательно ahamiyat berish kerak. Tak, вот o'shaning uchun qisqa muddat P2P arbitraj bugungi kunda eng zo'r narsa. Savdo qilasizlar, kunlik daromad $1000 pullaringiz bo'lsa ham, $50-100 daromad qilsanglar ham kunlik xarajatlaringizga yetadi. Qolgan summa, chast summani $10,000 deylik, вложение bo'layotgan bo'lsa, o'sha $10,000 определенно разделить qilib ketish kerak. $1000 P2P arbitrajga deylik, $5000 uzoq muddatga, $2-3 qisqa muddatga monetalarni olib, masalan, o'shalarda ham 50 ming, 100 ming, misol $50, $100, $200 targovlik qilib daromad qilib olsa bo'ladi. Единственное, bozorda jadni chit qilmaslik kerak. Agarda kutmoqchi bo'lsanglar, mana bozor hozir razvorot qiladi, o'sha narxga boradi. Mana hozir kutaman, pribellar yechmaydi ko'pchilik, o'shandan o'zidan katta minusga tushadi. Так что sabr eng kerakli narsa bu bozorda. Savdo qila olmaysizlarmi? Только падение, только потеря, bor pullaringizni bozorga tashlab chiqasizlar, esingizdan chiqarmanglar. Tushuntirib o'tdim, ikkita birja bo'yicha. Yana bitta yangilik bizada hali YouTube ga qo'yganimiz yo'q. Bemalol hozirgi paytda bizni обменник orqali savdo qilsanglar bo'ladi, hisoblaringizni to'ldirsanglar bo'ladi, boshqa valyutalarni davlatlarga o'z pullaringizni jo'natsanglar bo'ladi. Просто Google ga, Yandex ga ko'rayotgan bo'lsanglar, leoncoins.com yozishlaringiz mumkin. Sizlarga bizni saytda chiqarib beradi. Hozirgi paytda
ozgina yana ishi bor, qo'lning iloji boricha ko'paytirib ketyapmiz. Xohlagan valyutalaringiz orqali торговля qilsanglar bo'ladi. 24 ga 7 menejerlarimiz bor, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bu o'zimni lichni обменникim. Boshqa joyda, boshqa ссылка, boshqa saytlarni ko'rayotgan bo'lsanglar, ularda reklama qilishayotgan bo'lsa, hech qachon ishonmanglar. Hammasi moshennik. Ko'ringlar, именно nomi Leon Coins. Verifikatsiyadan o'tasizlar. Hammasi достаточно четкий, прозрачный, sizlarga iloji boricha xizmat qilishiga qilingan. Nimaga именно обменник qildim? Masalan, ko'pchilik meni biladi, 7 yildan beri ko'pincha направлением P2P arbitraj. Juda ham ko'p joylarda обмен to'g'ri keladi обмен qilishga. Qayerdadir misol обмен qilinadi, qayerdadir misol pul berilishi kerak nalichka. Shu narsa bo'yicha ko'proq menda bo'lgan poteriya. Kimdir aldab ketadi, qaysidir обменник даже Toshkentda shunaqa holat bo'lganki, обменник litsenziyasi bor, litsenzionni обменник $75,000 ga o'zimni uxlatib ketdi, 5 yil ishlaydigan odam. Hop. O'shaning uchun juda ham ko'pchilik odam o'zi so'raydi, aka qayerda обмен qilsam bo'ladi? Kriptovalyutam bor, aka Lelida misol O'zbekistondan chet davlatga pul jo'natishim kerak. Aka mana biznesim bor, bu joydan u pulimni O'zbekistonga o'tkazishim kerak. Hamma направление bo'yicha bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Texpodдержкаga menejerlar bilan aloqaga chiqib, yaxshi kursda o'zingiz uchun обмен qilsanglar bo'ladi. Обменникning birinchi vazifasi nima? Bu toza pul sizlarga tashlab berish, sizlardan qabul qilish. Bu единственный birinchi narsa. Hozirgi paytda P2P arbitrajda juda ham ko'pchilik bilsa, kir pullar ko'payib ketgan. To есть грязный, da, kimdir pulni o'g'irlaydi, u sizning kartangizga tushadi, u muammo. Deylik, masalan, bugungi kunda $2-3 komissiyani o'zim cho'ntagimga olib qolaman deb, katta muammoni o'zingizga olishlaringiz mumkin. O'sha narsani yo'lini olish uchun именно o'zimizning обменникimizni полный ishlab chiqdik, sizlarga foydasi tegishi uchun va sizlarga bemalol xizmat qilishi uchun. Foydalansanglar bo'ladi, xohlagan valyutada, USDT da, so'mda, rublda, yevroda, dollarda, qaysi valyuta sizlarga ma'qul bo'lsa, bemalol торговля qilsanglar bo'ladi. Agarda saytimizda qanaqangidir nosozlik bo'lsa, menejerlarimiz bor, bemalol aloqaga chiqib chatda gaplashsalaringiz bo'ladi. Xudo xolasa uni обменникni iloji boricha o'sha bu dushim yanada ko'proq kuchaytirib boramiz. Foydalaninglar, sizlarga foydasi tekanidan xursand bo'laman. Вот именно o'zimizni Leon Coins обменники. Premium обменник bemalol foydalanib yursanglar bo'ladi. Так что bozor bo'yicha men o'zimni fikrimni aytib o'tdim. Hozirgi paytda qanaqa pozitsiyadaligimni aytdim, qanaqa pozitsiyada turganligimni aytdim va ko'rsatib ham berdim. O'shanga qarab o'zingizga fikr qilinglar. Bu sizlarga nima deydi, masalan, investitsion savet emas, meni eshitib birdaniga bu narsani sotib olish kerak ekan, bu narsaning narxi ko'tarilar ekan degan narsa emas. Meni o'zimni hozirgi paytda turgan strategiyam, qaysi zonada turganim, nima sotib olganim va nima sotayotganim hammasi ko'rsatib berilgan. Men uchun ko'p monetalar bu uzoq muddatli. Agarda investitsiya qilgan monetalarim 6 oy, 1 yil ichida menga misol 100% daromad olib kelib bersa, 6 oy ichida masalan deylik 50%, 1 yil ichida masalan men bilaman konkretно, что 100% или 200% daromad bersa, menga bu yetarli, полный. Так что menga shuni o'zi yetadi. Qilmay katta rahmat, obuna bo'lishingizdan chiqarmanglar. Telegram silkasi pastdan chiqadi. Telegramga bemalol obuna bo'lsanglar bo'ladi. Yaqin orada Telegramga imminni qo'shadigan yangiliklarimiz nima? Indikator, eng yaxshi indikatorlar xudo xolasa qo'shiladi. Indikator nimaga sizlarga kerak? Masalan, kuni bilan ishda bo'lsanglar, ilida boshqa joyda bo'lsanglar, indikator bozorlarga o'zingiz birjangizga ulab qo'ysanglar, sizlar uchun tochkalarni ko'rsatib beradi. Qayerda sotish kerak, qayerda sotib olish kerak, hammasini sizlarga ko'rsatib beradi. Bemalol ko'rib borsanglar bo'ladi. Xudo xolasa может быть ko'ramiz. Yana xudo xolasa sizlarga iloji boricha более удобно bo'lishi uchun o'zimizning signallarni hammasini Telegram kanalida berib boramiz. Hammaga katta rahmat. Обязательно obuna bo'lish eslaringizdan chiqmasin.